Ikkinchi darsimiz Python dasturlash tilini kompyuterimizga yuklab ko'ramiz. Xo'p, buning uchun Python org saytiga kirsak, o'zi chiqib keladi. Xo'p. Downloads bo'limiga kirsak, mana meniki macOSligi uchun avtomatik macOS tizimini saqlab, buning uchun yuklab oladigan bo'limlarni chiqarib berdi. Agar boshqa operatsion sistemalar kerak bo'lsa, mana bu yerda bor. Windows, Linux, macOS, Android, hozir. Windowsga kiramiz. Masalan, 3.14 versiyalari bor. Masalan, shuni Windows installer 64 bit bitta bosadigan bo'lsak, bizga mana Python 3.14 da install qiladigan versiyasini qilib beradi. Xo'p, shuni run qiladigan bo'lsak, turli xil oynalar chiqadi. Biz unga berib ketishimiz kerak. Masalan, hozir ko'rsatib ketaylik. Python during installation keladigan bo'lsa, imagesga o'tamiz. Rasmlar mana xuddi shunaqa oynalar keladi. Aynan 3.9 lar ekan. Sizlar kelinglar, yaqinroq versiyasi 3.10. Mana hop, install now tugmasini bosamiz va mana buni belgilab ketishimiz kerak. Add Python 3.10 yoki 3.14 to pass, ya'ni bu kompyuterimizda sistem passga qo'shib ketadi, ya'ni Python degan so'zni ishlatganimizda o'sha Pythonda olib kelib beradi. Buni qo'yib, biticka qilib, ikkalasini biticka qilib installation now deb bosib, next bosib tursak, o'zi avtomatik mana bunaqa oyna kabi o'zi avtomatik install bo'lib ketadi. Keyin uni tekshirib ko'rishimiz mumkin. Odatda oldingi Pythonlarni oddiy Python version desak chiqib kelaverardi. Endi Python 3 dan keyin odatda shunga Python 3 version deb tekshirishimiz mumkin bo'ladi. Endi bunaqa oynani sizlar qayerdan olasizlar? Windowsda bo'lsa, o'sha Windows tugmasini bosib turib PowerShell deb qidirsa chiqib keladi. O'shanga kirib shu komandani yozib ko'rishimiz mumkin bo'ladi. macOS yoki Linuxdagilar o'zi biladi. Qidirib oynasidan terminal deydigan bo'lsa, oyna kelib chiqadi. Yoki Ctrl Alt T ni bossa ham chiqib keladi. Xo'p, shu bilan biz Pythonda o'rnatib olgan bo'lamiz. Xo'p. Oddiy mana biz Python 3 deb biz Python oynasiga kirib kelishimiz mumkin. Masalan, a barobar 10 degan o'zgaruvchi e'lon qilamiz va ekranga print a deb ekranga chiqarsak, mana qora oynaga 10 deb chiqarib beryapti. Yoki print assalomu alaykum deb stringlar qo'shtirnoq ichida yoziladi va deydigan bo'lsak, mana ekranga assalomu alaykum deb yozib chiqarib beryapti. Yoki-da print tepadagi ayimizni 2 ga ko'paytirib chiqarib bersin deydigan bo'lsak, mana 20 deb bizga chiqarib berdi. Xuddi shu shaklda endi dasturlash tilimiz bor, kompyuterimiz undan foydalansak bo'ladi. Keyingi darsda xuddi shunaqa aynan bunaqa qora oynada yozib qiynalmasdan soddaroq yozishga yordam beradigan IDE, ya'ni Integrated Development Environment haqida gaplashamiz.